Ekanini g'ayratamol hammasini tabriklayman. Singlimiz borgan joyda baxtli bo'lsin. Uzoq umr ko'rsinlar. Endigi Rushxat akamlarni nevara ko'rganlarda tabriklash hammamizga nasib etsin. Hamisha hammamizga to'la bo'lsin. Katta rahmat. Rahmat. Hozir. Aziz davra qatnashchilari, yana shu davramizda ajoyib mehmonlarimiz ko'p. Ana shunday insonlardan biri Anvar aka Salomov, viloyat mudofaa bo'limi boshlig'i o'rinbosari. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Mana bu yil Shafaqamizni sizlarga yaxshi o'tishimiz. Shafaq akamizni vaqt yo'lini yaratamiz. Shafaq akamizni uzoq umr, sog'lik salomat. Shu borgan yerda vaqt ochilsin. Do'stlarga yo'shlar. Rahmat. Sog' salomat bo'ling. Aziz davra qatnashchilari, yana tabrik so'zlar tinglashda davom etamiz. Mana shu davramizda yana bir ajoyib inson o'zi Ilhomjon aka qatnashyapti ekan. Shovot tumani ichki ishlar bo'limi xodimi. Tabrik so'zini ana shu insonga bersak. O'zi Ilhomjon aka, ne deysiz? Qatnashchilari, shu yil yana Shuhrat og'ani, turmush o'rtog'ini, ilk farzandlarini to'y ekan. Shu to'ya butun yaqin qarindosh do'g'illari, oshna yo'ldoshlar taklif qilingan. Hamma ko'nglida yaxshi gaplarni, tilaklarni tilaydi. Men shunday tilak tilayman. Payg'ambarimizni hadislarini birisida shunday yozilgan ekan. Her bir farzand dunyoga kelgandan keyin uni 18 yoshına chiqincha adabli, xo'sh qiliqli, shirin so'zli, tarbiyali bo'lib o'sishi uchun anasına urush, so'kish, qarg'ash huquqlari berilgan ekan. Otasına u 18 yoshga yetgandan keyin o'qishga kirizish, uyli joyli qilish, uylantirish, turmushga chiqarish vazifalari Alloh taolo tomonidan yuklatilgan ekan. Lekin qarg'ash, urush, so'kish huquqlari berilmagan otasına. Shuning uchun otang urmasin, so'kmasin, otangni qarg'ishini amada aytilgan ekan. Bundan aytacağım, görüp turibman, şu Shuhrat agam, turmush o'rtog'im o'z üstüne Alloh taolo tomonidan yuklatilgan vazifani to'liq bajargan. Farzandlari bugun kamala yetib, yaxshi gullar qilib, to'ylar qilib, el yurt oldinda katta to'y qilyapti. Bu farzandlarim Alloh taolo tomonidan o'zlari üstüne yuklatilgan shu vazifalarni to'liq bajarsin. Bularni farzandlarim el yurt oldinda shunday kamala yetib, yaxshi gullar qilsin. Shu yerda o'tirgan hamma insonlarni shunday yaxshi gullarga yetirsin. To'ylarimda Shuhrat ağa qo'shiqlar urishtirsin, Botir ağa artistlar qo'shiq aytsin, o'yinchi singlimiz deb o'yinchilar o'ynasin. Rahmat. Tabriklayman Avez oplarni shu to'y bilan, sho'ylan. Rahmat. Mehmon yaxshi bo'lsa, mezbon ko'payar. Mezbon yaxshi bo'lsa, mehmon ko'payar. Mezbon mehmonlar ko'paysa elda o'zaro do'stlik yu darmon ko'payar. Azizlar, mana shu davramizda tuman sug'urta idorasini bo'limini boshlig'i mana Erkin akamiz davramiz mehmoni. Keling endi tabrik so'zini Erkinjon akamizga bersak. Marhamat. Katta rahmat. Assalomu alaykum hurmatli kecha qatnashchilari, aziz mehmonlar. Mana bugun do'stimiz Shuhratjonning quvonchli kunda birgalikda ishtirok qilyapmiz. Men mana shu qizimizga baxt tilayman. Shu qo'shqani bilan qo'sha qarisinlar deyman. O'zi bilan shu oilasini barga yerga bir baxt topparsin. Endi men Shuhratjonga bir nam bor, aytadigan tilagim bor. Shuhratjonni butun mehmon do'stlarni eng yaxshi qilib sovadigan qizi men Shahlarjon edi. Men Shahlardan istardim, estafetani mana shoiraga barnaga berib ketishini. Katta rahmat, singlim. Sog' bo'ling. Rahmat. Erkinjonga aytganingiz kelsin. Ilohim ana shu xonadonda yaxshi istak, niyatlar bilan, kuy-qo'shiq, yelalar bilan boshlangan to'y shodiyonalari sizni xonadoningizda qolaversa, ana shu davramizda qatnashayotgan har bir insonning xonadonida davom etsin deb tilak bildiramiz. Ey beka sani o'rtada pardozingga durdim, oq qushga qiyos raqs ila parvozingga durdim.
Ming aylaq rom shod qilib yosh dilimni sen dursan agar bülbül şu sazına durdum. Gülü gül açılıp devreni kılmışlı baharı. Gülzar çamanda kezmesin kışlı naharı. Hizmette mudam hammamızın toylu kumarı. Toylarda ülkelerle geçepen dağızına durdum. Vak ülkecem ben sen ustazına durdum. Azizler kelin yine avazına durgun, sazına durgun, namazına durgun. Rakmasamızı teklif kılıp yana navbatını Aziz Xonga versek. Merhamet.
Thank you.
Keling yana tabrik so'zlarini tinglashda davom etsak. Mana shu davramizda mana ajoyib inson Ibrohim Bekmonov nomli jamoat xo'jaligining bosh hisobchisi Rajabboy akamiz bugungi shu to'yimiz mehmoni ekanlar. Keling Rajabboy akamizga tabrik so'zi navbatini bersak. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli davra qatnashchilari. Mana bugün biz do'stimiz Shuhratjonning uyida ajoyib tantanada o'tiribmiz. Shu qizimiz Shahlaxonning qizi yonimda. Qizimiz barg'erna baxt topsin. Baxtli bo'lsinlar. Biz do'stimizning uyida hamma yaxshi kunlarda to'ylarda o'tirish nasib etsin. Kelasi yil shu yillarda oldinroq shu do'stimiz bilan qo'shaloq 5 ga olib borib o'tirish nasib etsin. Hammaning uyida shunday yaxshi kun bo'lsin, to'ylarda o'tiraveradi. Katta rahmat. Rahmat. Hurmatli davra qatnashchilari, yana istak tilaklar tinglashda davom etib, ana shu davramizda qatnashayotgan ajoyib inson, mana elimiz sog'ligimiz, el yurt sog'ligi uchun jon kuydirib yurgan ajoyib insonlardan biri jarroh, xirurg deydigan Rustam akamiz, mana davramiz qatnashchisi Rustamjon akamiz ko'plab insonlarni dardlariga malham bo'lganlar. Marhamat Rustamjon aka. Assalomu alaykum hurmatli davra qatnashchilari.
Mana bugun ajoyib og'aynimiz, do'stimiz, eng qadrdon akalarimizdan birisi Shuhrat Palonishning qizi, o'zarida qizimiz bor. Shohlajonning nikoh kechasida o'tiribmiz. Mana shu Shohlajon bir ajoyib qiz. Chunki bu qizimiz otasini, ya'ni buvasini hem anasini tarbiyasini olgan qizlardan birisi-da. Shular bilan bir yashadi oxirgi vaqtlarda. Ularning duosini oldi. Shu ilohim men shu otasini, buvasini o'xshagan ajoyib bir uzoq umr ko'rsin, baxtli, saodatli bo'lsin bor yerimda. Mana Shuhrat do'stimizning xudosi Rustam odam bir elda, yurtda obro'li, e'tiborli odam. Ularning oilasi ham bir yaxshi oila. Mana ikki oila juda bir qo'shgan, o'zi shu bir qolipga tushgandek ajoyib oila ikkisi. İster edimki, men shu qizimiz bor yerda baxtli bo'lsin, uzoq umr ko'rsin. Mana shu barcha do'stlarimiz tilagandek, endigi shu yillardan oldinroq beshga olib borib, besh to'y qilib o'tirish muyassar qilsin hammamizga. Hammani shunday yaxshi kunlarga to'ylar yetkazsin. Mana paxta pullar ham bo'lib, barcha pullar bo'lib, mana shunday katta to'ylar bo'lish tarafdorimiz. Hammangizga sog'lik, salomatlik tilayman. Rahmat. Rahmat, aytganingiz kelsin, Rustamjon aka, sizga ham sog'lik, salomatlik tilab qolamiz. Hurmatli davra qatnashchilari, mana shu davramizda mana Xiva tumanidan, Xivalik qarindoshlari nomidan tabriklash uchun sizni ana shu xonadonning qarindoshlaridan Polvon otamizga tabrik so'zini bersak. Polvon ota ne deysiz? Marhamat. Assalomu alaykum davra qatnashchilar. Uzoqdan yaqindan kelgan aziz mehmonlar. Kina Shuhrat amni ulug' qizini to'yina kelishdilar. Bu to'yga ko'p mendan burun odamlar so'zladilar, shu aytilgan gaplar ro'yobga chiqaverdi. Borgay endi shu qizimiz baxtli, saodatli, davlatli bo'lg'ay, baxtib qolgan bo'lg'ay. Yana ki shu yillardan burunroq Qo'shqarning o'g'li bo'lg'ay. Shuhrat amina Roza gelinimiz altın beş yapar oturgay. Şu akt kuldat geseler, koşuşturmamet oturgayımız kuraya, Xudovanda. Hemmenizi tapkanınız işini yaxşı günlere buyura vereyim, rahmet. Rahmat, sog' salomat bo'ling. Aytganingiz kelsin, aslida ayoldir olam quyoshi, otashin mehrli olam charog'on, muhabbat sevgining udir gultoji, tamanno noziga qurbon mingtajon. Azizlar, endi shu davramizda qatnashayotgan opa-xonlarimizni istak tilaklarini birga aytib Mingtajon ato yetishda o'zlarini mehnatlarini ayamasdan xizmat qiladigan insonlar, doyalarimiz o'tiribdi. Ana shunday insonlardan biri mana Ro'za akamiz Ibrahimova qatnashyapti. Tabrik so'zini mana ana shu insonga bersam, marhamat. Assalomu alaykum. Davra uzoqdan yaqindan kelgan mehmonlar. Shu bugun yana Shuhrat olam, Ro'za olam yana shunday ajoyib kunda iqbol qilsa ekan. Qizimiz Shohlaxona, yevimiz Rustamboyev, sog' salomat bo'lsinlar. Ajoyib oila qursinlar, baxtli, saodatli umr kechirsinlar. Shohlaxona borgan yerlarida vaqtchilik xizmati buyursin tushgan yerini. Xohlaricha o'g'illi qizli bo'lsinlar. Shunday ajoyib bir xalqimizga xizmat etadigan oila, odamlar bo'lib yetishsinlar. Rahmat, aytganingiz kelsin. Sizlardan og'irligi, mashaqqatli ishlaringizga sog'lik, salomatlik tilab qolamiz. Hamisha onaxonlarning baxtiga sizlar ham sog' salomat bo'linglar. Aziz davra qatnashchilari, endi yana tabrik so'zlari tinglashda davom etib, ana shu davramizda qatnashib Rahmat. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Mana bugun kelinimiz emas, bizlarni ertandan boshlab bizlarning xonadonimizga qiz bo'lib boradi. Iloyim og'am bilan ko'rsaqarsinlar, baxtli bo'lsinlar. Indiki yil shu yillar ko'rsaqdan beshik olib borib o'tirish sizlarga nasib etsin. Iloyim. Baxtli bo'linglar, shohlar. Tabriklaymiz. Rahmat Turfuzaxon. Sizga ham yillar o'tib oradan oq libos kiyib kelinlik qilishni iloyim nasib etsin deb tilak bildiramiz. Mana hozir davramizda yana xudolarimiz kirib keldi. Oshakka keling baraka.
Mana hozir kudalarımıza tabrik söz berilayotgan vaqtda mana ammalari nomidan Oyshajon akamizga tabrik so'zini bersak, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli davra qatnashchilari. Mana bugun Shohloxonni qizig'inda o'tiribmiz. Bunga uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Shu oilaga baxt kelsin. Xizmati buyursin shu xonadona. Rahmat, aytganingiz kelsin. Ilohim xizmati sizlarga, qolaversa qarindosh urug'larga, barchaga buyursin deb tilak bildiramiz. Marhamat, o'taveringlar. Bag'dodda moyimjon Tatarda zo'ra, ko'zlarimni oku kalos qizlar, ikki yondan hanjar yetar sinama, bitmas sinalarning yaros qizlar, birisi ay kabi bakar her yana, biri saçındarar kolunda şana, ikkisi duş gelse ot salar cana, cisminde canımını alas kızlar, misalı köllerini sonas kızlar. Azizler, yine tebrik sözünü kızlarımızdan dinlesek. Mana davramizda Gulshoda xon qatnashib ekan, Gulshoda xonga tabrik so'zini bersak. Gulshoda xon, marhamat. Gulshoda. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bugun biz dugonam Shohloxonning qizig'inda o'tirgan ekanmiz. Men Shohloxonga oxirdan baxt, turmushdan taxt tilayman. Rahmat, endi davramizda mana Surayyon Xayyor Muqaddas so'zimni eslatib kiyib kuzatmasdi. Biri-biridan go'zal Surayyon Xayyor Muqaddas holat ko'rsatar ekan, shu nomni Surayyoxonga tabrik so'zini bersak, marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli davra qatnashchilari. Mana bugun biz dugonam Shohloxonning qizig'inida o'tirgan ekanmiz. Men shu fursatdan foydalanib bu ikkala yoshga uzoq umr tilayman. Hamisha baxtli bo'lsin. Rahmat singlim. Aziz davra qatnashchilari, keling yana navbatni san'atkorlarimizning zarafatiga qo'shib
Thank you.